Salom obunachilar, sizlar bilan qadrli Shohlord kanali yurituvchisi qadrli Shohbek Haydarboyev bo'lmoqda. Sizlar bugun bir Minecraftda video qildim sizlar uchun. Qani keyingi videoni olishim uchun 50 ta obunachi yig'amiz. Obunachilar sonini ko'paytirsak qaytamga biz uchun yaxshi. Ben mana shu Minecraft videosining ikkinchi qismini olaman. Ikkinchi qism juda qiziqarli va juda maroqli bo'ladi. Sizlarga like, obuna bosishni tilab qolaman. Kommentariy ham esdan chiqmasin. Qani endi nima qilsak ekan? Shuncha temirimiz bor. Temir uchun ko'nglim to'q bo'lsaydi, shamolda bo'lsaydi, Saqaydan kelib qoldingiz. Trigo. What? Okay. What? Ko'mir olib ketaylik. Qaytam hujumga qo'ydi. Bag'dagina yomonaman. Endi konga tushib ko'rsammikin? Tushdim. Wow! Yana temir. What? Yana. Bugun temirga bo'yadigan bo'ldik. Temir juda ko'p endi bizda 50 ta. Qani temirlarim hozir pasanki eritaman video oxirida. Keyin bo'lsa keyingi qismda o'zimizga temir astahalar yasayman. Qani ketdik. Yuraylikda o'tmalar bor ekan. Kömür zavut şekilli. Zavut ağrıya. Hani obunachilar like obuna bosaveringlar. Chunki biz like obunalarga qarab turli xil narsalar olamiz. Masalan, kamera, notebook, narsalar, mikrofon, shunaqa narsalar olib chiqamiz. Buning uchun sizlarning qadrli obunangiz, like'ingiz va ko'rish tomoshangiz kerak va kommentariyangiz. What? Vata sandiqlar bor ekan aravacha. Ketiraman. Ekaman zotda. Urug'im yo'q. What? Mata temir qolib ketyapti. Hayrat esimga tushdi. Hayrat ko'rdim deb esimga tushdi deb. Shudan chiqsam keyin chiqmoqchiman. Kerak ikki dona taxta yetmayapti va tayyor. Kechga deyman sanadi.
qiyshiq. Qo'lim qiyshiq. Kecha qiyshayib qolganda. Shu qo'lni tuzatishim kerak. Qo'lni tuzatib olsa, hozir buni kompyuterda olyapman. Smartfon qilib olyapman. Sizlarni oldingizga qarab, men faxrlanib yuray. Axir sizlar uchun men juda ko'p narsalar qilyapman. Men shoirlikni, men ikkinchi she'rimni sizlarga ham taqdim qilib beraman. Shu she'rlarimni bitta hikoya va 2 she'r tayyor bo'ldi. Keyingi Minecraft video olsam ekan, boshqacha video olsam ekan. Ayrini o'ylab qoldim. Bittaga temir yig'ishtirib keyin gapirib beraman. Endi yaxshisi narigi videoyimiz shanba kuni chiqishi mumkin. Shanba kuni chiqmasligi ham mumkin. Agar sizlar shanba kungacha 50 ta obunachi yig'ib bersanglar, men yangi videoni ikkita yangi videoni sizlarga taqdimot qilib beraman. Yangi videolarni ko'rish sizlarga hech narsa emas. Lekin biz soatlab ishlaymiz she'rda. Yarim soatdan ko'p, masalan, 2 soat shunaqa montajga, 2 soatdan ko'p video olishga vaqtim ketadi. Sizlar bo'lsa buni kichraytirilgan tasvirini, ya'ni masalan 15, 12 shunaqa minutli videolar, masalan, undan ham kamroq shunaqalarni ko'rasizlar. Men uchun nihoyatda ko'p vaqt ketadi. Mana temirlari eritib tayyor bo'lsa, agar temirlar narigi safargi videoda bunga temir kiyim, astaxalar, shunaqa narsalar yasaymiz. Qadrli obunachilar, sizlar bilan paytimizga yaqinlashib bo'ldi. Qani ovqatlanib olay. Mazza ketadi shu joyi. Like, obuna, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha esdan chiqmasa, sizlar bilan qadrli shohlar